Bo'l. Qo'l meva to'rg'aydigan. Tashlavering hammasini, bitta tashlab qo'ying. Qo'l meva to'g'raydigan apparatimiz tayyor bo'ldi akalar. Yarim tayyor, montajlarni qilib olish kerak bir qo'l. Hop, chiqargani mana shunaqa chiqaradi mana. Qo'l mevalar uchun qizilcha, sabzi turi, baqlajon, xurmo, olma qo'ylarga beraveradigan qilib, o'sha hayvonlarga yo'radigan kepakdan bitta sepib bersangiz maza qilib yo'radigan bo'ladi ekan. O'zida hozir ikkita pichog'i bor. Motorlari rossiyskiy, montajlarini qilib tayyor qilib bo'lgandan keyin yana bir qo'l video qilamiz. Hozircha bitta video qilib sirasi internetga joylaymiz. Mabodo ko'rib turib sirasi telefon qilsanglar akalar, hop, narxini kelishaveramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Rossiyskiy jodini qo'shimcha narsasi. O'zini priyomay qilib motorga olib tayyorlab qo'yyapmiz, narxi arzon chiqishi uchun.